Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Germaniyaning Myunxen shahridagi Sharq Turkiston Azodlik nashriyati qaramog'idagi Azodlik televiziyasining xabar programmasiga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, Uyg'ur Milliy Azodlik harakatining rahbari Rabia Qadir xonim 28-iyul kuni Yaponiyaga yetib borib, Yaponiyada elib boradigan rasmiy davlat ziyoratini boshlab o'tdi. Rabia Qadir xonim Yaponiyadagi asosliq matbuot muxbirlari, kishilik huquq tashkilotining mas'ullari va Yaponiyadagi Uyg'ur jamiyatining mas'ul va a'zolari, shuningdek Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlar tomonidan nihoyat qizg'in kutildi. Uyg'urning o'lishini xohlamayman. Avam xalqning o'lishini ikkili tarafdan o'lish kerak emas. Biroq Xitoy hukumati cho'qim ikkili tarafdagi o'lgan odamlarning aniq maydonga ochib, dunyoga rostini tashkil qilish kerak. Xitoy xalqining g'azabini qo'zg'amaslik kerak. Rabia Qadir xonim 29-iyul kuni o'rinlashtirilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan mustabid zulmini va 5-iyul Urumchida Uyg'ur xalqi ustidan elib borgan bu qonli qirg'inchilik harakatini dunyo jamoatchiligiga fosh qildi va bu qitimliq Urumchida yuz bergan va Sharq Turkistonda yuz bergan bu qonli qirg'inchilikning asosli mas'ulining, ya'ni javobgarninki Xitoy hokimiyati ekanligini, Xitoy hokimiyatiningki buni xalqaro adolat oldida cho'qim javob berish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Rabia Qadir xonim muxbirlarning kutilish yig'inida yana mundaq dedi. 記者会見し、中国政府の民族政策は失敗していると批判しました。 Hayatida Uyg'urlarning 60 yildan beri Uyg'ur xalqiga foydasi bo'lmagan bu 60 yilning bizga foydasi bo'lganiga men ishonmayman. Chunki Xitoy hukumati oz sonli millatlar siyosatida mag'lub bo'ldi bu qitim. Chunki burun buni oz sonli millatlar bilan Xitoylarning ittifoqi yaxshi, Sheyx Yuvending deydi. Uning hammasi yolg'on chiqdi. Men qitim 60 yil bo'lganda ko'rdinglar. Shuning buning bizga yaxshilik akildiganiga men ishonmayman. カージル主席はこのように述べて、中国政府を厳しく批判するとともに、中国の新疆ウイグル自治区で7月5日に起きた大規模な暴動について、私は一切関与していないと重ねて強調しました。また、世界ウイグル会議が求めているのは、新疆ウイグル自治区の中国からの独立ではなく、民族の自決権だと訴えました。さらに中国の当局に対し、世界ウイグル会議との対話を求めると述べて、話し合いによって現状の打開を図ることに意欲を示しました。